Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Xudo xolasa navbatdagi obyektimizni tugatdik. Bu obyektimizga legendarniy invertorlardan to'g'ri D invertorini qo'ydik. Bu invertorimiz 12 kW. Ikkita 10 kWlik akkumulyator. Downice xizmati 850 ampere avtomat qo'ydik. Avtomatik olgan. Tak, panellarimiz uchun zashita. Bu HDSH tokimiz. Avtomatlarni yoniga joy tashab ketganmiz. Shtobi qizib bir-biriga yong'in chiqarmasligi uchun. Tak, davlat svetimiz o'chiq, invertordan chiqish va esa bypass avtomatlarimiz. Xudo xolasa mana quyosh pashti yotyapti. Soat 6 ga qarab ketgan. Nagruskamiz mana pashta 1,5 kW, 860 watt panelimiz tok chiqaryapti mana. Kamiga batareyadan olyapti mana yetmaganiga. Xudo xolasa mana ishimizni topshirdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga aloqa chiqarasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.